Rosen brendidan KLT6220 modeli S6 versiyasi. Bu kresloyimizni kojasini tayyorlashda mikrofiber kojadan foydalanilgan. Boshqaruv paneliga kelsak, sensorli knopkalar yordamida boshqariladi. 6 ta nakonechniklar uchun joy ajratilgan, 6-si powershayka yoki peskastruv uchun mo'ljallangan. Ustunovkamiz plivashkasi sopol materialdan tayyorlangan, 180 gradusgacha aylana oladi, patsentingiz uchun qulaylikni ta'minlab beradi. Kreslomizning oyoq qismiga kelsak, plastmas detal o'rnatilgan, mabodo kir bo'lib qolsa tozalab tashlash oson bo'lishi uchun. Ustunovkamiz освещение lampasiga kelsak, 4 ta chiroqdan iborat sensorli datchik yordamida boshqariladi. Kreslomiz komplektatsiyasiga kelsak, bel va balandligini moslashtirsa bo'ladigan vrach uchun stul, Maxcure 9 modelli svetovoy lampa, nakonechniklar nabori, LED skaler hamda Apple Dental firmasidan powershayka va albatta 35 litrli kompressor. Bu modeldagi kreslolarimiz uchun O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka va 1 yillik servis xizmatlari bepul. Narxlarini bilish uchun hoziroq kommentariyada plus belgisini qoldiring.